Erkak kishi kecha va bugun misolida. Fir'avn haqiqatan juda zolim inson edi. Misrda Isroil bolalari Bani Isroil tomonidan qo'zg'olon chiqishi kutilayotgan yosh qatlamni istamas edi. Shu sababli ham yoshlarni nazorat qilib borishga majbur bo'ldi. Shunday qilib har 2 yilda bir marta yosh avlodni qirib tashlashga buyruq berardi. Nega har yili emas deyilsa, chunki o'ziga xizmat qiluvchi nasl qolishni ham istar edi-da. Rejasi shu edi. Barcha erkaklarni qirib tashlash. Chunki u zamonda erkak kishi inqilob, erkak kishi qo'zg'olon, erkak kishi boshqarib bo'lmas kuch degani edi. Bugungi kunimizda esa bu tarzda yosh avlodni qirib tashlashga hojat yo'q. Bor yo'g'i haqiqiy erkakligini unuttirib qo'yish xolos. Ular erkin davlatda yashab, o'z dini, madaniyati, millati, hatto oilasi uchun ham xizmat qilishni unutib qo'ydilar. Ularga bitta iPad yoki PlayStation kabi jihozlardan berib yosh bola qilib qo'yish mumkin. Shu tarzda ular 25 yoshga to'lsalar ham 3 yoshlik bolaga o'xshab o'shanga mubtalo bo'ladilar va divanga chiqib ertalabdan kechgacha uni o'ynashadi. Ertadan kechgacha kino tomosha qilishadi. Ishlashni, bilim olishni, tajriba orttirishni, dinini o'rganishni, umuman hech narsani ahamiyatli sanamaydilar. Bunday odam qayerdan ham kelajagi haqida qayg'ura oladi. Ogoh bo'ling, dinini, qadriyatini o'rganmas ekan va turli halol islohotlar borasida bosh qotirmas ekan, albatta tanazzulga giriftor bo'ladi.